Assalomu alaykum, aka-uka jinoiy kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Bu yerda ham noodatiy sokinlarimizni kelgan yoqyapti, shano'ylar. Kelgan odamlar sizlarni ko'rib baho beringlarchi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like payt bosib qo'yinglar. Hasa mana ko'rib o'tib olmasdan. Qo'qon 60 ga 120 angolab yetalgan aytlar bilan Abrora Ko'ksoy toshlar gapasi oldim. Yaqindan qo'yinglar, jo'yni. Nima deyapti, o chaqlar, hali kelayni qotmagan ekan o'zi kel. Ularni choqlarga ponni unaqangi shunaqangi kelaylarda qo'yib o'rnatilyapti, xudo xolasa. Obyektlarda ham ustanovkasini shular kley bilan qo'ydirishlikka harakat qilamiz ustalarimizga. Chunki bu sho'r chiqmaydi, zalibcha qo'yganda bu qoyalar ustiga loyoq qilib qolmaydi. Ponniz bo'lgan, gran kley ham shunday ponniz o'tkaladi. Bu yana ham puxta bo'lyapti. Pastlarimiz yechaqli. Nur. Xolasalar ham qalamchalarni xohlasalar ham qo'yasizlar. Xohlasalar qoniqsalar ham bo'ladi. 1000 ta pason, 1000 ta dizayn bor, kelaverasizlar. 24 shtami ikkalaydi. Mana u faqat Abrora Ko'ksoyning o'zidan bo'lyapti. Buni ham 1000 ta yo'nalishga o'zgartiraveramiz. Busiz qo'ysa bo'ladi, yana buni boshqacha qilsa bo'ladi. Bu tugamagan. Lekin mana uni qopqoq qulunchisi qoldi xolos, buni o'zi bitib qoldi bu.